Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Anchadan beri video qila olmadim sizlarga. Ishimiz juda ham ko'payib ketganligi uchun bu orada kamida bir 5 tami 6 tamiz depot zapretlar ishini tugatib yakunladim. Undan tashqari juda ko'pchilik menga murojaat qilyapti depot zapret ochish bo'yicha. Ular ishini bepul ko'rib chiqyapmiz. Shu yerga ham e'tibor berasizlar. Juda ko'pchilik meni ishlashimga imkon bermayapti. Deport ochish deganda o'sha deportda men qandaydir xato kamchilik topib, o'sha odamni Rossiyaga kirgizib yuborishim kerak. Men uchun asosiy vazifa shu. Lekin murojaat qilayotganlar juda ko'p, faqat o'zini fikrini menga o'tkazmoqchi bo'lyapti. Agar o'zini fikrini menga o'tkazmoqchi bo'lsa, nimaga menga murojaat qilasan degan savol tug'iladi. Endi meni nimadir biladi, nimadir tushunadi degan maqsadda menga murojaat qilyapti. Uning uchun aytilgan ishni qilishlik kerak. Men bekardan bekarga nimadir qilishni tavsiya qilmayman do'stlar. Shunga e'tibor beringlar. Ya'ni o'sha odamni Rossiyaga kirgizib yuborishligi uchun shu deportatsiya masalasiga doir xato kamchiliklar, tekshiruvdagi xato kamchiliklar, aeroportdan qaytib kelgan bo'lsa, qachon qaytib kelgan, prичина hamma yo'llarni o'rganib chiqaman. Keyin qandaydir qarorga kelaman. Hamma o'ziniki bitta aytadi bo'ldi. Hech qanday bir meni ishni o'rganib, qandaydir xato kamchilik topishimga imkon bermaydi. Faqat bo'ldi, ocha olaysam yo'qmi? Pulini ayt deydi. Ishni o'rganib chiqqandan keyin deport ochamanmi yo'qmi keyin aytaman. O'zimda o'zim manchaga ochib beraman, senikini mancha vaqt ketadi demayman. Ishni o'rganib chiqaman. Aqlim yetadimi, yetmaydimi, riskovatlar inobatga olinadi. Klientga tushuntiraman u narsalarni. Undan keyin bo'ladigan narsa. Shuni yozadi, necha pulga ochasan, qancha vaqtda ochasan. Men ocha olmayman deb siraz yozaman, siraz отказ qilaman shunaqa odamlarni. Buni shug'ullanib o'tirmayman, chunki gap tushunmaydigan odamlar ham ko'p bo'ladi. Bo'lmaysizlar lekin.